Assalomu alaykum. Ruida kompaniyasini mana Ruida yozuvi traktorlari mana bir qator ko'rsatamiz. Ballonlari katta holatda 60 kilo. İchlarini bir qator ko'rsatamiz. Birinchi mashinalarni ko'rsak mana mendan ko'ra sizlar yaxshi tushunasizlar. Shuning uchun o'zingizlarga ramol ko'rsatyapman. Men bo'lsa uncha zo'r bilmaganim uchun sizlarga obzor qilib beryapman. Bu qator ko'ringlar deb. Filtrlari addenli orli balonga addenli yog' keladi. Yog' qo'yadigan joyi alohida orqada joylashgan. Bochkasi, saladka bochkasi. Bu prosta qo'yib qo'yamiz. Mana bu orqalari, bu motorni yog'i quyiladigan joyi. Motorni yog'ini bu yerdan quyiladi. Orqa balonda addenli yog' quyiladigan joyi bor. Hop. Mana bu yana bitta anaqasi, yog' quyadigan joyi. Yo unisi yo bunisi motorga, yaxshi bilmayman ekan. Yana bir joyi bor. Yog' quyadigan joyi yana bitta joyi bor. U oldi tomonga qo'yadigani bo'lishi kerak. Shunaqa mana orqa ko'rinishlari. Monovi kompressori. Hop. Do'stlar, qator ko'ringlar. Tag qismi. Tag qismi mana ko'rinishda mana. Akkumulyator oldida bo'ladi. Ochilganda ko'rinadi. Hop, endi do'stlar tepa tarafini ko'rsatamiz endi. Tepa tarafini ko'rsataman hozir, ichini ko'rsataman hozir. Hop, mana ichki tomoni. O'z endi emas ekan mana. Hop, ichki ko'rinishi. Konditsionerlari bor. Rollarda avtomatik bor. Avtomatik boshqarsa bo'ladigan holatda. Gaz bosamiz. Tormoz bosamiz. Mana bu holatda 1-2 skorost. Nimalar bor? Mana shu holatda ekan. Bunisini men to'g'ri tushunmayman. Bu yerda kuluvchilarimiz bor ekan. Kitoblari bor ekan. Bunaqasi bor ekan. Rushnoy. Yana bitta rushnoy shekilli bu. Mana bunisi nima deydi? Tepayani qasam o'rnatib qo'yilgan. Shu traktorda deyapti, minib deyapti, xotirjam kofe ichib ketaverasan deyapti. O'zi haydab ketaveradi deyapti.
Traktor yaxshi ishlangan, lekin obzor qiladigan odam chatoq. Obzor qilishda ko'p narsasini tushunmayman traktor sohasida. Lekin omochlar sohasida omochlarni bilaman, ancha muncha narx-navo boshqalarni hamma yo'g'ini bilaman. Do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Mana shu traktor konditsionerlari bor. Konditsionerlari bor, tepalarida ventilyatori bor. Magnitofoni ham bo'lishi kerak. Magnitofoni ham bor deyishuvdi. Konditsionerlari bor tepada. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Pastda mana narsasi bor ekan. Mana 2 ta narsa bor ekan. Mana bu narsa bor ekan. Bu narsa bor ekan. Bular nima ekan bilmadim. Sidinasi yumshoq. O'tirsanglar maza qilib o'tiradigan ekan. Hop, mana eshigi yopildi. Bo'yini ko'ryapsizlar mana. Bo'yi baland ancha. Yana bitta narsa. Mana buni g'ildiragi bunaqasi qo'yilgan. Buni g'ildiragi bunaqasi qo'yilgan. Shuni hisobiga buni g'ildiragini eni kalta, buni g'ildiragini eni uzun. Eni mana bu salkam 2,5 metr. Mana 1.80 mi, 1.75 mi shunaqa. Mana 2.30 yo 2,5 metr en uzuni. Kecha o'lchadim, bugun o'lchash esimda yo'q. Bunaqa nimasi, ikkita nimasi bor. Qayerda yurganini ko'rib turadigan nima deydi? GPS mi? GPS o'rnatilgan. Shunaqa mana do'stlar. Ikkalovi bir xil traktor. Ko'rinishi hamma yo'g'i bir xil mana. Buni prosta g'ildirak ichki tomonini bunaqa ichiga qaratib qo'ygan. Buni tashiga qaratib qo'ygan. Shu farqi. Bu omochlar 150, 160, 180, 260 tortadigan omochlar. 60 sm olib ketadi. Mana burchakdan nari burchagiroq 1.47 sm. Bo'yi 40 oladi. Bular katta omoch, bu 116 kuchiga prosta shunchaki chiroyli turishga ilib qo'yganmiz. Yig'ib olish uchun. Nariga 200 kuchi endi narigisi. Bunimiz 200 kuchi. Bularimiz o'ta kuchli ishlangan. Ancha muncha Rossiyani ancha muncha traktorlarini tortolmagan omochlar tortadi bular. O'ta kuchli ishlangan. Xitoyda nomer 1 traktorda motor qo'yilgan. O'zi ham sifati ham ko'ryapsizlar. Zo'r ishlangan, baquvvat ishlangan. Hop, bunimiz 220 kuchi. İçlari komfort buni ham. Narigidan ko'ra bu yaxshiroq bo'lishi ham mumkin, pastki bir xil bo'lishi ham mumkin. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Andijonda O'zbekiston to'rt ko'chasida. 220 kuchi. Narigilarni balonini xohlasanglar pasaytirib beramiz, xohlasanglar ash holatda olsanglar ham bo'ladi. Ash holatda kulturasiya ham qilaveradi, yer ham haydaveradi ash balon bilan. Prosta nisbatan pastroq haydashi mumkin, lekin ash holatda kulturasiyaga ham yer haydagani ham sovasi bo'laveradi. Misol uchun 35 tonniga 30 haydashi mumkin. Shu farqi. Zato bitta traktor, ikkita traktor ishini qiladi. Bunimiz endi botib qolmasdan ancha muncha joyda ketaveradi. Manzilimiz Andijon Sarvon to'yxonasi, O'zbekiston to'rt ko'chasida. Kelaverasizlar.